go with it. Up in Jamaica, let me see your heel toe with it. Clown and crump with it. A-town stuck with it. At the set, juggalettes make they double D's jump to this house on the hill. Hella tip tree. Yo akalar, qalaysizlar? Men o'zim yoshligimda futbol jinnisi bo'lganim uchun futbolga gol urilgandan keyin goldan keyingi emotsiyalar men uchun juda ham qiziq bo'lgan. Ba'zi bir futbolistlar salto o'tib golini nishonlardi. Men to'g'risi uni ko'rib havas qilardim. Kelajakda futbolist bo'lsam, shunaqa salto o'tib golni nishonlayman deydim. Futbolist ham bo'la olmadim, salto o'tishni ham o'rgana olmadim. Chunki bizda sharoit ham bo'lmagan, o'rgatadigan odam ham bo'lmagan. Hozir mana shu videoni ko'rib turganlarning farzandlariga ham shunaqa sharoitlar, imkoniyatlar bor. Bemalol xohlagan sport turlarini o'rgansanglar bo'laveradi. Misol uchun mana shunaqa saltalarni yoki mana shunaqa tepishlar, bit tepib raqibingizni uxlatib qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana shu akamga murojaatga chiqaverasizlar. Akamning ismlari Sardor aka. O'zlari ancha yildan beri mana shu saltalar bilan shug'ullanadilar. Oldin Rossiyaga, chet davlatlarga yigitlarni, bolalar shug'ullantirganlar. Ana endi o'zimizni shaxslarimizga qaytib keldilar. Akam, kelganingizdan xursandmiz. Rahmat. Shunaqa sharoitlar yaratganingizdan ham xursandmiz. Qanaqa bu turlari bor buni? Assalomu alaykum, meni ko'rib turganlarga avvalambor. Xullas, men o'zimni zalimni ochdim. Zal sport gimnastikasi, trekking, yoga, capoeira. Har xil turdagi salto va triklar o'rganishingiz mumkin zalda. Agar farzandingizni akrobat bo'lishini xohlasangiz, bemalol olib kelishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zingizdan kelib shug'ullanishingiz mumkin. Yosh chegaralanmagan, bemalol. Sizlarning ko'rib turibsizlar, matlarda hamma sharoitlarni chiroyli qilib qo'yishgan. Faqat farzandlaringizni olib kelsanglar, akamni qo'liga topshirsanglar, juda ham chiroyli bo'ladi. Gimnastikani yana bir zo'r tarafi, farzandlaringiz uchun xohlagan sport turiga birinchi o'chirtdagi fundament bo'la oladi. Xullas, akamning telefon raqamlarini pastga qoldiraman. Farzandlaringizni olib kelib topshirmoqchi bo'lsanglar, mana shu raqamlarga bog'lanib, yana qo'shimcha ma'lumotlarni olsanglar bo'laveradi. Aka, zalimiz necha smena bo'ladi? Zalimiz cherizdan bo'ladi. Seshanba, payshanba va shanba. Soatlarni ham aytib o'tamiz. Soatimiz soat 4 dan boshlanadi. Soat 4 dan. Sizlarga kattakon rahmat. Kelinglar, sizlarni kutamiz. Albatta shuncha ma'lumotni bergandan keyin lokatsiyasini ham aytib o'tish kerak. Shahrisabz shahar 10 yo'li Pidin instituti ro'parasida joylashgan oldingi 83-o'rta maktab bo'lsa, hozirgi 2-sonli maktabda joylashgan sport zalimiz. Farzandlaring yoshligidan sog'lom bo'lib o'sishini istasanglar, hammalaring mana shu zalga farzandlaringni olib kelishlaring shart.